Bu solib tayyorlanadigan Koreyada mashhur bo'lgan mana shu kraskani hozir obzorini qilib beraman. Nafaqat obzori, sochimda hozir bo'yimiz ichida har xil narsalari chiqdi. Bizning kraskalarning ichida bunaqa narsalar chiqmaydi. Shotkasi, solib bo'yanadigan narsasi va 3 ta kraskasi chiqdi. Har birta kraskaga 50 ml suv solib bo'yaysizlar. Endi kraskalarning hammasini ishlatishlar shart emas. Sochingizning uzunligiga qarab ishlatasizlar. Menga 2 ta kraska ketdi, bittasi ortib qoldi. Agarda siz sochingiz uzun bo'lsa, bemalol bitta kraska yetarkan. Endi men sochim sal qalinroq bo'lgani uchun 2 ta ishlatdim, lekin yarmi ortib ham qoldi. Mana sochimni ko'rdinglar, qanaqa rangidan chiqib ketganini, xunuk bo'lib ketgan. Malla rang emas, sal to'qroq rangga bo'yamoqchiman, chunki malla rangga nimagadir zerikdim. Boshqacha hozir rang chiqazamiz. Hozir men bo'yayotgan rang to'q malla rang. Birinchi marta o'zim sochimda bo'yashim, qizlar umrimda bo'yamaganman, salonlarda bo'yatardim. Kraskani umuman hidi yo'q ekan. Menga o'xshab kraskani hidiga allergiyasi bor qizlar, sizlar uchun juda ham zo'r ideal kraska bo'ladi. Chunki biz amyaksiz, tabiiy o'simlik yog'laridan tayyorlangan, soch tez xashak bo'lib ketadigan qizlarjonlar sochinglarni tekis silliq qilib berar ekan, sochi tez oqarib ketadiganlarga ham zo'r. Chunki sochinglarni ancha paytgacha rangini ushlab berib turar ekan, tez o'chib ketmas ekan boshqa kraskalarga o'xshab. Kraskani ichida shunaqa kalpachoklari, ustinglarga yopilgan selofanlarigacha ham chiqdi. Qoyilmisizlar? 30 minut turar ekan, 30 minutdan keyin yuvib tashlar ekansizlar. Mana yuvib ham bo'ldim, tayyormisizlar? Tadam! Sochimga qaranglar, yarashdimi yo'qmi kommentariyaga yozib ketinglar. Quyoshga chiqsa shunaqangi zo'r bo'lib tovlanar ekan. Men sochimni prosta fen bilan quritdim. Sochinglar shunaqa silliq qilib berar ekan qizlar. Soch to'kilishiga qarshi rozmarinli spreyimni sevib olaman qizlar. Men shu spreyni anchadan beri